Bolani faqat bitta tomonga qarab yotishi xavflimi? Krivosheya bu bo'yin mushagini qisqarishi bo'lib, bola boshini erkin ikki tomonga burishini qiyinlashtiradi va buning oqibatida bola faqatgina bitta tomonga qarab yotadi. Bu narsani kelib chiqishini ikkita sababi bor. Birinchisi tug'ma bo'lishi mumkin. Ikkinchisi orttirilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bola faqat bir tomonga qarab yotganidan yokida faqat bir tomondan ovqatlantirilgani uchun qiyshayib qolishi mumkin. Buni kelib chiqish sababiga ko'ra bolalar ortopedi yoki massaj orqali davolash mumkin. Krivosheya kuzatilganida e'tiborli bo'lish muhim. Sababi bola faqat bitta tomonga qarab yotganidan bolani boshiga bitta tarafdan bosim tushadi va buning oqibatida bosh suyagi qiyshiq bo'lib qolishi mumkin. Shu uchun krivosheya o'z vaqtida davolanmasa, u bosh deformatsiyasini kuchayishiga ham olib keladi. Bu bemorimiz aynan shu muammo bilan bizga murojaat qildi. Krivosheya sababli bola faqat chap tarafga qarab yotib, bosh shakli chap tarafida juda og'ir qiyshayib qolgan edi. 8,5 oyligida shlem terapiyani boshlab va 5 oy davomida mana bu chiroyli natijalarga erishdik. Agar siz ham farzandingizda bosh shaklida o'zgarishni sezgan bo'lsangiz, Neocentr klinikamizga murojaat qiling.